Men kelajakda ko'plab viruslar paydo bo'lishiga ishonaman. Masalan, hozirgi cho'chqa grippi kabi, balki kelajakda baliq grippi ham chiqib qolar. Nima bo'lganda ham laboratoriyalar ishlamoqda. Ayniqsa, maxsus xizmatlarga qarashli laboratoriyalar. Agar vaksinalar juda qimmat narxda sotilayotgan bo'lsa, demak bu tijorat. Ular virusni o'zlari o'ylab topishadi va butun dunyoga tarqatishadi. Shunda kapitalistik kompaniyalar vaksina sotish orqali ulkan foyda ko'radilar. Bu qanday ahvol? Bu uyat va harom ishlar. Agar bu virus insoniyat mavjudligiga tahdid solayotgan bo'lsa, unda vaksina hamma uchun bepul bo'lish kerak emasmi? Dori-darmon sotilmasligi kerak. Agar vaksinalar bepul bo'lsa, ko'rasizki, ko'plab noma'lum viruslar paydo bo'lishdan va tarqalishdan to'xtaydi. Chunki ular vaksina sotib, kapitalistik kompaniyalar foyda ko'rish uchun sun'iy ravishda yaratilmoqda. Hatto insoniyatga tahdid soluvchi haqiqiy virus bo'lsa ham, butun dunyo birlashib vaksina yaratishi va uni mutlaqo bepul tarqatishi lozim.